Chimildiq kechasi erimni menga qilgan ishlarini ko'rib qo'rqqanimdan assalomu alaykum mening aziz muxlislarim, qadri baland qadrdonlarim. Iltimos, videoroliklarimiz kengroq tarqalishi uchun bir dona like bossangiz va kanalimga obuna bo'lsangiz, sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Oldindan kattakon rahmat. Maktabni bitirgach tikuvchilikka ishga kirdim. Boshida hayotim juda ham yaxshi edi. Bir kuni kech qolib ketdim va yo'lda mashina to'xtatishni boshladim. O'sha kecha hech hayotimda unutilmas kechalar bo'ldi. O'sha kechasi mening yonimga bir chiroyli yigit kelib to'xtadi. "Yaxshi qiz, o'tiring, olib borib qo'yaman." "Qayerlisiz?" dedi. Men uyimni manzilini aytdim va meni uyimga olib borib tashladi. Shunday qilib yo'limdan har kuni chiqadigan odatlar chiqarib oldi. Azakam menga bor mehrini beradigan bo'ldi. Har kuni menga har xil sovg'a-salomlar, har kuni menga mehribonchilik ko'rsatar edi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay uyimga sovchisini jo'natdi. Tez orada to'y bo'lib ketdi. Men hayotimda shunday baxtliman, menday baxtli qiz bu dunyoda yo'q bo'lsa kerak deb o'ylar edim. Chunki azakam ishongan, suyangan tog'im va nima aytsa ko'nglimga qarar edi. Lekin hayotim shunday bo'ladi deb o'ylamagan edim. To'yimizni o'sha kechasi umr yo'ldoshim azakamni nihoyatda intiqlik bilan kutgan edim. O'sha kechasi azakam yonimga keldi. "O'tiribsizmi jonim? Zerikmadingizmi?" dedi. "Yo'q" dedim. Azakam sekin yonimga o'tirdi va qo'llarimdan ushladi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay azakamning qo'llarida qaltiroq paydo bo'ldi. Ko'rganimdan qo'rqib ketdim. "Tinchlikmi azaka? Nima bo'ldi? Maziz qochdimi?" dedim. Birdaniga azakam yerga dumalab tipirchilagancha og'zidan ko'piklar chiqa ketdi. Bu narsani men ko'rmagan edim. Qo'rqqanimdan nima qilishni bilmay dodlab yubordim. Yangalarim o'sha kuni yugurib uyga kelishdi. Hammasi yonimga keldi. "Tinchlikmi? Nima bo'ldi Aziza?" dedi. "Bilmadim, azakamni mazasi yo'q, yordam beringlar. Hozir o'lib qoladi" dedim. Kennoyim ko'rdi-yu, "Iya, azakangizni tutqanoq kasali bor ekan-ku, bilmasmidingiz?" dedi. Shunday qilib men o'sha kuni qo'rqqanimdan ota-onamning uyiga ketib qoldim. Chunki o'sha kuni azakamga tez yordam kelib, azakamni jonlantirish bo'limiga yotqizdi. Men azakamni bu holatini ko'rganimdan keyin uyimga borgim ham kelmadi. Qo'llarim qaltirar edi. Nima qilishimni bilmas edim. Ertasi kuni kennoyim doktorga chiqib keldi. Bilsak, azakam uchotda turar ekan. Bu xabarni eshitgach ota-onam "Bo'ldi, yashamaysan. U azakangdan tug'ilgan farzandlaring qanday bo'ladi? Azakanga o'xshagan nogiron farzand tug'sang kuyib o'tasanmi?" dedi. Shunday qilib to'yim o'sha kechasi hayotim buzilib ketdi. Ba'zida menga bir narsa alam qiladi. Menga o'sha paytda azakam aytsa bo'lar edi-ku. U ham kamiday uydagilari meni qiz bo'lib kelmagan ekan, juvon ekan deb hamma yoqqa gap so'z qilib yubordi. Men bu gap so'zlarga chidolmasdan opamning uyiga ketib qoldim. Hozir mana oradan 2 yil o'tdi. Haligacha o'z uyimga, ona uyimga borganim yo'q. Lekin azakamni hech qancha vaqt o'tmay uylantirishdi. U ayoli ham ketib qoldi. Baribir haqiqat ochilar ekan-ku. Bor haqiqat hamma el yurtga ochildi. Lekin bir narsa hamisha qalbimni kemirib turadi. Chunki men baxtsiz bo'lib qolgan edim.